Erta bo'shanishdan aziyat chekib kelayotgan erkaklarimizning oilasida обязательно bu muammolar bo'ladi. Ya'ni men bu videoda ayollarning ichki kechinmalarini erkaklarga real holatda ko'rsatmoqga harakat qildim. Endi erkak kishi bor yo'g'i 1 minut aloqa qiladigan bo'lsa, ya'ni erta bo'shanishi bo'ladigan bo'lsa, oilasida qanaqa muammolar kelib chiqishi mumkin? Avvalambor ayol kishi go'shangaga kirishidan oldin o'ziga qaraydi, yaxshilab cho'milib chiqadi. Eri mendan ko'ngli qolmasin deb harakat qiladi, kiyimlarni kiyadi, kamida 40 minut vaqt sarflaydi o'ziga qarashga. Keyin go'shangaga kiradi. Go'shangaga kirgandan keyin bor yo'g'i eri bilan 1 daqiqaga yetar yetmas aloqa qiladi. Vaholanki aloqa tugaganidan keyin ayol bor yo'g'i 1 minut uchun yana qaytadan shu jarayonni takrorlaydi. Ya'ni kiradi hammomga, yana cho'miladi, sochini fenda quritadi, o'ziga qaraydi. Bu muddatda yana 40 minut vaqt o'tib ketib qoladi. Endi asta-sekinlik bilan bu jarayon takror va takror bo'lavergandan keyin ayol o'zini kamsitilgandek his qilishni boshlaydi. Nimaga? Chunki u orgazmga chiqib bilmadi, bo'shana olmadi va nima uchun kuniga kamida, ya'ni почти 2 soatcha vaqt sarflashi kerak o'zini umrini, demak, hammomda o'tkazib. Ana shundan keyin ayol kishi, demak, hech qachon eriga aytmaydi, "Men deydi orgazm qila oldim yoki qila olmadim, men bugun orgazmgacha yeta olmadim yoki bo'lmasa men aloqadan to'ymadim" degan vajni eriga keltira olmaydi. Nimaga? Chunki bizani o'zbek ayollarimizda andisha bor. Andisha bo'lganligi sababli bu taqiqday bo'ladi va eriga o'zini ichki kechinmalarini, olayotgan stressini aytib bilmaydi. Keyin nima bo'ladi? Asta-sekinlik bilan bu stresslar yig'ilib boradi. Yig'ilib borgandan keyin ayol alamini boshqa narsadan, ya'ni maishiy yetishmovchiliklardan, maishiy kamchiliklardan olishni boshlaydi. Xo'p, endi bu holatda erda ikkita yechim qoladi. Birinchi yechimi bu internet orqali kiradi. Demak, dorilarni qidirishni boshlaydi va erta bo'shanishiga yechim qidirish uchun dori-darmonlarni qabul qilib qo'yadi, qaysi effekt ola olmaydi. Keyin aptekalarga boradi, studentlardan maslahat oladi, qaysi aptekalarda bugungi kunda provizorlar o'rniga ko'pincha studentlar faoliyat olib boradi. Studentlar ham o'zi bilgancha dorilarni aytadi, u dorilarni qabul qilib ko'radi, effekt olmaydi. Erkakda ikkinchi yo'l qoladi. Ikkinchi yo'l, demak, o'zini obro'sini, ya'ni reputatsiyasini saqlash uchun maksimal darajada aloqadan qochishga harakat qiladi. Ya'ni agar men hozir yana qo'shilsam, demak, ayolim bo'shana olmaydi, ayolim yana stress oladi, men g'ururimni yo'qotib qo'yaman degan xulosaga kelishni boshlaydi va asta-sekinlik bilan aloqadan yiroqlashishga harakat qiladi. Ya'ni o'zini kamchiliklarini ayolini oldida yashirish uchun. Ayol bo'lsa bu muddatda asta-sekinlik bilan erga qaraydi-da, deydi, bu deydi menga nisbatan qiziqishini yo'qotdimi degan xulosaga keladi. Endi bunaqa narsalar bo'lmasligi uchun nima qilish kerak bo'ladi? Albatta vrachga ko'rinish kerak bo'ladi. Menda shunaqa holatlar bo'lgan, ayollar o'zlarini erlarini qabulimga yetaklab kelganlari son mingta. Shuning uchun men aytaman, ya'ni jinsiy hayot bilan yashayapsizlarmi? Manfaat ikki tomonlama bo'lishi kerak. Ayol faqat o'zini emas, erini ham o'zini ham o'ylaydi. Lekin erkaklar bo'lsa faqat o'zini o'ylaydi. Bu yerda mana shu yerda katta kamchilik kelib chiqadi va oilaviy munosabatlarni yomonlashishiga olib kelishi mumkin bo'ladi. Endi keyingi videoda inshaalloh men sizlarga bular yechimlari haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Bu videoni saqlab qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa keyingi qismlarda qanday qilib yechim qilish kerak, to'g'ri yechim qanaqa bo'ladi, bugungi kunda dunyo standartlariga kiradigan tartiblar qanaqa bo'ladi. Men bular haqida sizlarga to'liqroq informatsiya berib o'taman. Salomat bo'lasizlar.